Personaj ham yo'q, hech qachon bo'lgan emas. Keyin seni hech qanday super silang ham yo'q, malyavka. Ha, yig'la, ha, yig'la. Toshbag'ir. Yuraksiz. Yig'la. Ushlab tur. Baqvoy, sen chegaradan chiqib ketyapsan, Baqvoy. Men boshida chidayotgandim, endi-chi? Hozir Ey! Ha, yig'la. Endi sen ham yig'la. Yur bolam. Polaponim meni, toychog'im o'zimni. Shu taroqni doim o'zing bilan olib yurgin, ha? ey Baqvoy. Nima? Suv ichgan buloqqa tupurilmaydi. Nima, yaxshilikni unutib qo'ydingmi yo? Qaysi yaxshilikni aytyapsan? Men sendan yomonlikdan boshqa hech narsa ko'rganim yo'q-ku. Ey Baqvoy. Ey shakal. Ey. Ha bu yo'lda jo'xori olib berdim-ku senga, ey. Qo'chqorda uyimga borib yotmadingmi? Tuzimni yemadingmi? Arog'imni ham ichding. Ichganim yo'q, men ichirdinglar. Ey, yaxshilik kirdi-ku og'zingga, ey. Endi nega bunaqa yomonliklar chiqyapti og'zingdan, ey? Bor, sen bilan nimaga gaplashyapman o'zi? To'q yo'q hech qanday. Sen meni tanimaysan, men seni tanimayman. Tushundingmi? Yur qaniki, ketdik. Kelinjon. Senda hech qanday gunoh yo'q. Boraversang bo'ladi. Xayrlashib ol. I know it sounds funny, but I just can't stand the pain. Bunday qilamiz do'stim. 1000 so'm beraman, ketaveramiz. Ma'qulmi? Bo'ldi aka, siraz berasiz, benzin quyib olaman. Sirazi beraman. Ketdik. O'tir qaniki. O'tiringlar. Hozir. Pulim qaniydi? Hamyonimni ko'rmadingmi? Yo'q. Ha, boyagidan olib kelsang-chi yana. Aka, nima qilyapsiz? Men bu bilan oila boqaman. Can we get much higher? So high. Can we get much higher? So high. Can we get much higher? So Qalaysan, kelinjon? Yaxshi. Assalomu alaykum. Safar. Qo'chqorda hamyonim qolib ketibdi. Ichida ko'p hujjatlarim bor edi, Safar. Telefon qilib ayt berib yuborsin yoki nomerini ber, o'zim qilaman. Ha, men tug'ishganlarimning, menga radnoy bo'lganlarning nomerini chujay odamlarga beravermayman. Kechirib qo'yasan. Safar, Davay. Nima deysan? Ha, Qo'ysalaring-chi. Davay. Odamga o'xshab gaplashaylik. Davay. sen tushunmayapsan. Dokumentlarimiz yo'q. Biz hozir bora olmaymiz ko'lga. Shunga nima? Mendan kechirib so'rayapsanmi? Shunday. Odatda jigarlar kechirim so'raganda bunday quchoqlab, yuzidan o'pib so'rashardi. Sen cho'ta niya dushi so'rayapsan. Can we get much higher? So high. O'pishimni kutayotgan bo'lsang, o'pmayman. Tushundingmi? Birinchi marta gap bo'laveradi. Hammamiz ham odammiz. Hammamiz ham adashamiz. Bo'ldi. Telefon qilsang-chi tez-tez. Всё, давай. Shu bilan bo'ldimi endi? Ha, Albert Safarovdan kim kechirim so'raydi? Menmi? Между прочим, u ham xafa bo'ldi. Ha, bu ham lичность. Albert Saparovich. Men hazillashgandim. Sen o'rgimchak odamsan, haqiqiy. Хорошо. Sen juda ham kuchlisan. Urchi meni. Qani, qattiqroq ur. Yuzimga urchi.
Ey, boqay, uni endi senga keragi yo'q. Baribir ajrashyapsizlar. Bo'ldi, o'tiring. Qanday tarbiya bergansan buniga? Normaliy tarbiya berganman. Bu degani meni bolam, между прочим, otasiga tortgan. Sразу jo'nat dedim senga. Davay. Ha, tezlashtir. Ey, inangning gurdi bolasi. Tuxum ol boqqani toqqa chiqib ketib qopti. Bu endi yomon xabar. Zato yaxshi yangilik shuki, kamroning topildi, boqay. Perishvat qilma. Yo nima? Qo'shqorga qayrilaymi yoki? Ey, hazillashdim boqay. Ey, Alik boyog'i bugun tunda yo'lga chiqsa, ertaga ertalabki dokumentlari yetib keladi, qo'rqma. Ey, yomon ezildik-ku sizlar bilan. Sizlar bo'lmasangiz davno уже biz. Nima davno уже? Davno ajrasharmiding? Ey, boqay, o'ylab ko'rsang bu degani balki sudba. Balki bizni sizlarga yaratgan jo'natgandir, ha? Senimi? Yaratganmi? Yaratganni jazosi ekansan deb menga. Ey, boqay. Ey, jigar, sen ham hazillashni o'rganyapsan, ha? Endi bo'ldi, endi boqay. Situatsiya shunday. Hech nimani o'zgartira olmaymiz. Bugun bo'shmiz. Nima deysan? Xo'sh. Добро пожаловать, jigarlar. Olib kelgan joying shumi? Ey, boqay, nolimagin. Ey, birinchidan bu yerning suvi toza. Ikkinchidan musur-pusur yo'q. Uchinchidan priroda. Eng asosiysi, parkovkaga to'lashni keragi yo'q. Ey, jigar, davay, bo'lsin-chi. Shu yerdan boshlanib, shu yerda tugar ekanda. Eski hayot tugaydi. Yangi hayot boshlanadi. Yangi hayot. Kim bilan? Ko'zim ko'rmas qaniki. Oxirgi bir oydan beri telefonda kim bilandir gaplashyapsan. Ko'rib turibman. Senga kulgilidir. Lekin ajrashgunimizcha kutsang bo'lardi. Senga ham qiziq tuyulyaptimi men nima qilayotganim? E'tiboringni tortish uchun oldinroq telefonda gaplashishim kerak ekanda. Kim? Rostdan ham qiziq bo'lsa, u Nazira, dugonam. Keyingi hafta Turkiyaga ketamiz. Tarjimonlikka shartnoma tuzdim. Turkiya? Ha, Turkiya. Hozir hujjatlarni tayyorlayapman. Anchadan buyon bu yerda bo'lmabmiz. Sapar! Jigar, sizlar ham shu yerdami deylar? Tualet qaysi tomonda ekan endi bu yerda? Katya, ketdik. Yaxshi o'tiribsizlarmi? Meni aytmasang o'lasanmi? Yur, Albert Saparovich. И всё taki-da. Bunday ko'p javobgarliklar erkakning bo'ynida bo'lgandan keyin albatta uyni erkak kishi boshqarish kerak. Ayt deganni aytib, qayt deganni xo'p deb. Ha? Prям tars tursmi, ha? Nima unday emasmi? Ay, bo'ldi. Ay, bo'ldi dedim-ey. Normal bo'lgan. Shunda ayol kishi ovoz chiqarmay yurishi kerak ekanda. Endi teoriyada shunday. Hayotda esa umuman boshqa. Biroq er-xotin urishi, dakorom qurishi deganday, to'g'rimi? Masalan, mana Katyachi bir gapirsa gapiraveradi. Tinmaydi. Jag'im ochirmay qo'yadi. Ey, sporit qilib qolsak-chi masalan. Aynan o'sha temada sporit qilmay, qayoqdagi bir eski bo'lmagan gaplarni eslab o'shani chaynayveradi-da. Ey, bunday argumentirованный qilib gapirdi, to'g'rimi? Sen nimaga kulyapsan? Yo'q, o'zim shunchaki. Ha? Ana, to'g'ri bo'lganicha kulyapti-da, to'g'rimi? Men ayolim faqatgina bir vaziyatda jim yuradi. Jimjitda gung. Qachon demaysizmi? YouTube'da seriallar bor-ku. O'shani ko'rganda umuman gapirmay qo'yadi. Ovqat qiladi. Nimadir pishirganda xullas, ana o serialni telefonning ustiga qo'yib qo'yib ko'rmaydi. Eshitadi faqat. Faqat eshitadi uni. 15 seriyani bir pasda eshitib tashlaydi. Ey, ko'p gapirmay o'qilasang-chi. Теперь не рабыня перед тобой. Ko'rdingmi? Aytdim-ku. Zombi, ey. Yana nima talentlari bor ayolingni? Ey, ayolimning talentlari ko'p. Boshidan oyoq talant buni. Masalan, tabibchilik, tag'in aytmasa, tabibchilik boqvoysizlar, bolalik bo'lolmayapsizlar-ku. Ey, Katya, bir ko'rchi, mana u bir ketsa boqvoydan ketadi. Ko'rchi? Davay. Ey, qo'y. Nima qilmoqchisizlar shunda? Boqvoy, menga ishonasanmi? Ha, ishonaman. Bo'ldimda, bir ko'rsin. Katya, bo'la qol. Nima qiladi o'zi? Hozir o'zing ko'rasan, muncha qo'rqasan.
Faqat sen ixlos bilan qarab tur. Bismillahirrohmanirrohim. Nima qilyapti? Qarab tur. Bo'ldi. Voy, yuki bor ekan. Voy. Nima? Ey, boshlarib ketdi. Kacha, bo'ldi. Yuki og'ir ekan. Nima bo'ldi? Yomon ekan. Ketib turib qo'yay, ke. Aytsang-chi, ayolingga. Ustoz boshlarib ketdi. Ey, bu yuki yomon ham og'ir ekan. Kacha, Aytsak olib bormasak. Qo'y ayoling. Ketib turib qo'yay. Olsangchi ayolingga. Bizi kvartiradagi xolodilnik. Kredit. O'sha. Yes. Haligi Melisning xotini. Yog'och. Yo'q, 5-kvartiradagi. Yulduz. Bulbul. Sen shu so'zni ustidan kulaverasan. Qo'ltiq. Qo'ltiq. Xo'sh. Og'riq, bolezn. So'chachakmi? Yo'q, Panos. yo'q, Vitryanka. yo'q. Gemoroy. Yo'q, aligaki ishlaydi-ku. Shofyormi? Qo'tirmi? Qo'tirni boshqacha bunday tushuntirmaysanmi? Ey, Senda kichkinagina. zarplata. Mayli, zarplata bo'lsa Vaqt zarplata. bo'ldi. Qo'yodagi so'zlarni yozgansizlar, aylanaylar. Normalniy so'zlar. Men даже bir uyat so'z qo'shib qolgandim. O'sha chiqmay qoldi. Yo'q-palki. Chiqdi, o'zing topolmading. Qaysi so'z? Yog'ochmi? Yo'q. Navbat bizga. Qo'ltiqmi? Bo'lay. Qaysi so'z? Ber davay. 1, 2, 3 qani ketdik. Uch ketdik. Yog'ochdan yasaladi, unga yozamiz. Qog'oz. Правильно. Osmonda Kosmos. to'g'ri. Talaschi ona. Apchi. Ha, to'g'ri. Maktabdagi stol. Parta. Bular Yaxshi. normal o'yinlar-kan, bo'lar-kan mana. Bodring va pomidor. Savat. Yaxshi, to'g'ri. Sapar. Xotin quli. O'zingni bilay. Davay. Yosh bolalar qo'rqishadi u doktordan. Stomatolog. Aha, to'g'ri. Va osmondagi pochtalyon. Voy o'g'li. Aha, to'g'ri. Bo'ldi, vaqt ketyapti. Sen meni qo'limni so'ragan joy. Stop, bo'ldi. Ha, vaqt bo'ldi. Daybesh. Ay, молодец. Pirs. 22-iyul. Biz ham oxirgi javobni aytganimiz yo'q-ku. Vaqt tugab qoldi. Endi u yog'iga hisob emas. Hey, kelinjon. Ne xafa bo'lib qolding? Bo'ldi, qilsang-chi. O'chir ovozingni. Ovozlar qo'y musiqani. Bo'ldi dedim senga. O'ynashimiz, o'ynamay qo'yolmaymiz. Bo'ldi, qilsang-chi. Gül kum çertken kumırlarım Sağağana arnalganım bil canım ey bil canım Bakıttın bu mel kalk dolgun gezesi Hiç böksört böyelip turgun jırgalım Hiç böksört böyelip turgun jırgalım Min sağa tarıngım gelet Min sağa tarıngım gelet Min seni sağıngım gelet Hey, hoy, hey Min seni sağıngım gelet Ben seni sağıngım keler. Ey canımım meni, altınım meni. Ey bulbul diye avazını sırrası sevip koygan bana. Canım meni, öptüm kucaqladım seni. Ey canım. Rostdan qanday tanishgansizlar? Aytib berma. Ey, bu muhabbat Aytib berma dostoni. dedim Sapar. Bu muhabbat dostonidan kino ishlasa bo'ladi. U paytlar men Talasda nomer 1 yigitni guliman. Qarabura, Manas, Baqayata, Talas rayonida hamma qizlar ortimdan yugurib yurardi. Nada bu deychi, qo'shni jambolning qizlari ortimdan safar deb yig'lab qolishardi. U paytlar men uloqdan o'zim sborniy bo'lganman.
Keyin Bishkek Zborga kelib qoldik. O'sha yerdagi Baysu degan kafe bor-ku, Shimkentning qizlarining bari o'sha yerga yig'ilgan edi. Shu tam boshlandi. Soch bel. Ey, Sapar! Shu gapirganda bunday toshbaqalarni uchirmasdan gapirgin. Bunchalik ko'pirtirma. Qaysi uloq, qaysi zborniy? Qarochi bu agrarniyda o'qigan. Ana u selxozchi. Hey, sen nima garangmisan? Aytyapti-ku tanishmayman deb, a? Yo'q, Ey, cho'chqa, bu nima qilganing? Yomon chatoq bo'lganda militsiyaga zayavka yozib, Sen yozmading, hey. Nima, terpilamanmi men senga? nima deysan? O'shalarni 10 mingga tushirgan kim? Hey, chelustim sindi, satrasini mozga deb. To'xta dedim senga. Ey, sen cho'ta lishni narsalarni gapiryapsan, Katya. Gitarani chal undan ko'ra, davay kuyla. Тоже мне alla Pugacheva. Olmaydi shunaqa. Я по следам, по твоим следам, веря в небеса, готов лететь. Хоть по тонкому краю, знаю сам, точно знаю, там верят в небеса, в мою мечту, что для нас новый мир раю. Katya. Katya. Nima? Katya, mashinaning eshigi ochiq, ichida svet yo'q. Ikkalasiga to'shna nimadir bo'lgani aniq. Nima bo'lardi? Uxlashadi-da, tun yarmida nima qilishadi? Sen yotgin, hey. Katya, men boya tualetga borib keldim, mashinada hech kim yo'q ekan. Qanaqa tualet? Bu yerda tualet yo'q. Qayoqqa borib kelding? Bordimda bir joyga, qarochi, nega chalg'atasan? Tur, izlab kelamiz ularni. Qayoqdagi narsani o'ylayverasan-da. Yur, ketdik. O'lib qo'ya qolay. O'chir. O'chirdim. Beting bilan yerga kirgur. O'ldirding-ku romantikasini ham. Juda ham g'alati oila ekan bular. Gapirma. G'irt jinnilar. Я бег в никуда. Где-то давно все обиды и страх. Снова тону в твоих нежных руках. Ana olib keldim. Hammasi joyidami? Xo'sh, jigarlar, ketdik bunda. Katya! Nima bo'ldi endi? Ko'rmayapsanmi, akkumulyator o'ldi. Nega? Nima nega? Kecha kuni tunni bilan sizlarga muzika qo'yib berdim, romantika qilaman deb. Bo'lay, zaksga borish kerak ertaroq. Nima deding? Qanaqa zaksi? Sizlar kecha bunday haligi biz kechagidan keyin o'ylab qolgandik-da, sizlar qayta yarashdinglar deb. kecha o'tita qilayotgandinglar u. Shunchaki gaplashib turgandik. Biz uzoq vaqt gaplashdik. Ajrashsak ham o'rtamizda do'stlik saqlanib qoladi deb kelishib oldik. Bor gap shu. Palakat.
Akkumulyator bekorga o'tirdimi shunda? Yo, purrisi. Normalimda o'tirib o'ynaylar deb muzikalar qo'yib berdim haligi. Qaysilarni qo'ygandigi? Refleks sayti suma. Yana Ha, haligi tingladik. siganka sera Shu uni qo'ymadik ham. Miladze. Men sen tarafga talpindim. bo'ldi? Alik aka qo'ng'iroq qilib chaqir. Uzoqqa ketmagandir. Namyoqni Kelib mashinani o't oldirib berib tushunmaydigan ketsin. Lekinchi o'rtadagi munosabatingizni do'stona tarzda qoldirganingizni men ma'qullayman. Munosabati boshqasidan nima o'rgildim va shibeti yo'q ekan bularning ikkovini. Va shu yurak degani yo'q ekan senlarda. Yo, asobinali qo'shiqdan keyin yuraklar larzaga kelish kerak edi-ku. Yashaysin sen ko'p quvvat berib mag'an. Allo, Alp aka. Все, generator окончательно o'ldi. Прям вообще-mi? Jigar, men mashinam bilaman-ku. Bukserli bo'lib qoldi. Bukserdan boshqa jildira olmaydi. Boyadan beri turibsan. Normalniy to'xtatsang-chi. Ko'p aljiramay o'zing to'xtatib ko'rchi. Вам помочь? Каникей? Макс, Каникей, привет! привет. Как дела, родная? Хорошо. Ох, Не ожидала тебя увидеть. блин, господи, я так рад тебя видеть. Честно, блин, красавица, вот прям maktabdagidek chiroylisan. Shunaqa kelishgansan. O, milliy ayolingning og'zi qulog'ida-yu. Xushomadni udardan qilyapti-ku. Yo'q, taniyman uni. Sinfdoshi bo'ladi. Sinfdosh? Shunday. Sinfdoshlik qopdimi, Boqvoy? Lekin, Boqvoy, men sen o'rningda bo'lganimda bunday narsalarni dapuskat qilmagan bo'lardim. Mana masalan, Katyani sinfdoshlarichi oldiga borganimda safar keldi deganini eshitish bilanchi ko'chani boshida odam qolmaydi. Hamma padamam bo'ladi. Siyadi meni ko'rganda, siyadi. O'shaning uchun Katya vashshi dapuskat qilmaydi. Men Katyaman. Meni ismim Maqsad. It's a bad man's world. It's a bad man's world. Voy. Qo'y. Sapar. Это ваш сын? Да. Привет. А вы такая молодая и взрослый сын какой-то. Ой, не надо. Вы меня не стыдьте. Я это вам правда говорю, честно. Вы такая красивая, молодая. Nega jilpanglaysan, Nega irshayasan, Очень приятно. Где тебе приятно, Nima deyapsan, Да, пойдет. Откуда? Да, я по работе ехал и смотрю, голосуют люди. Остановился одноклассница. Случайно. Совершенно случайно, вот прикинь. Пожалуйста, простите моего мужа. Просто он последнее время что-то не в себе. Да, nормально все. Assalomu alaykum, brat. Yordam bergani keldingmi, quchoqlashganimi? Yordam bermaysanmi? Хорошо, yordam beraman. Bu yerga yaqin joyda ustaxonam bor. Bu informatsiyani bizga nima qizig'i bor? Yo nima? Maqtanyapsanmi ustaxonang borligini bizga? Yo'q, maqtanishga emas. Bunday qilaylik. O'sha yerga как раз ustaxonaga boraylik, tezda to'g'rilab berishadi. Biz ungacha o'tirib kafeda choy ichib o'tiramiz. Тем более men sinfdoshim bilan ko'pdan beri uchrashmagandim. Sog'indim. Всё, yuringlar. Пойдёте, девочки, присаживайтесь. Yigitlar, sizlar trosni olib chiqib tayyorlab turinglar. Давай, qani sen oldiga o'tir. Садитесь, девочки. Спасибо. Ну чё, поехали? Ура! Bolang uxlab qoldimi? Uxlab qoldi. Ha, mana. Aytmaganmidim tezda to'g'rilab berishadi deb. Bunisi tushunarli. Ishimiz bitdi, lekin shunda biz bu yoqqa nega keldik? Sapar. Bir mehmon qilay degandim-da. Uchrashganga yarasha. Rahmat. Bo'ydoq bo'lsang shu ekanda. Ishdan ortib bunday o'tirishga ham vaqt yo'q. Keyin bu kafe meniki. Shu Yujniy berikda 5-6 ta kafem bor. Shaharning o'zida ham 6 ta kafem bor. Ustaxonalarim bor. Так что kelaveringlar. Xo'p unda nega haligacha uylanmay yuribsan? Yo nima? Qizlar qaramayaptimi? Yo balkim sen o'zing qizlarga qara olmay qoldingmi? Sapar, nimalar deyapsan? Normal. To'g'ri so'z. Aslida qizlar ko'p, juda ham ko'p. Lekin haqiqiy sevgini hali uchratmadim. Yoshligimda bittasini sevganman. Biroq sen aytganday qaramay ketgan. Mavjud sen постоянно maqtanaverganing uchun senga qaramay qo'ygan u. Maqtanchoq emasman.
Men nima talaslikmidim, maqtansam hech nimam bo'lmasa ham. Nima, talasliklarga pretenziyangiz bormi? Yo'q, shunchaki hangoma qildim. Для поддержания разговора degandek. Shunaqa поддержание qilmay qo'ya qol, ma'qulmi? Tomoshalaringni to'xtata qol, ma'qulmi? Hatto balkim kim biladi? Ko'chada, tunda, yolg'iz o'zing ketayotganingda, ortingdan birov kelib, belingdan tortib turib, boshing bilan biqiningga ayamay urib ketsa, ichingga somon tiqsa. To'g'rimi, Vaqvoy? Shunda sizlar maktabdan beri uchrashmagansizlar-a? Tasodifan bugun uchrashib qoldinglar. Ha. Ko'rishmagandik. Bugun ko'rishganimiz yaxshi bo'ldi. Nimaga deganda bir haftadan keyin Turkiyaga ketyapman. Uzoq vaqtga. Vaqvoy, nima qilganing bu? Krasavchik. Ko'pdan beri ko'rishmadik denglar. Turkiyaga eson-omon borib kelinglar. Bunga nima bo'ldi? Meni erimdan yuqqandirda. Yaxshimisiz? Normal. Qo'ysangchi normal tegmadi, cho'tki tegdi-ku bu yeringga. Normal. Bo'p turadi bunaqasi ham. O'tiraver. O'tiraman? O'tir. O'tiraman? Shunaqa. Baxt, senga nima bo'ldi? Senga nima bo'ldi? O'zingga nima bo'ldi? Dugonam bilan ketaman deysan Turkiyaga. Max bilan ketayotganingni ochiqchasiga aytmaysanmi? Birdan aytmaysanmi gapni aylantirmasdan? Men ham boyagina bildim-ku, Max. Aldamasang-chi. Hech bo'lmasa hozir aldamasang-chi. Yuzlab, minglab mashinalar orasidan aynan Maxning mashinasini uchratib qolding. Shuni qanday tushuntirasan menga? Ha. Nima demoqchisan? Hech narsa. Aytishing shart emas, bari tushunarli. Shundoq ham oxirgi yarim yil bo'yi o'zingcha baxtlisan. Sayohatlarga chiqasan, ish topding, ishga chiqding. Ishni bahona qilmay Max bilan uchrashib yuribman deb. Nima, haqiqat og'ir botarkanmi? Haqiqat shunday, achchiq bo'ladi. Yo'q, haqiqatni eshitging kelyaptimi? Eshitish ham gapmi, ko'rinib turibdi o'zi. Sen nimani ham ko'rarding? Qachon bir narsani payqading o'zi, Baxt? Homilador bo'la olmay kasalxonada yurganimda sen nima qilding? Qo'llab turdingmi meni? Kun o'tun yig'laganimni o'shanda ko'rdingmi? Yurding-ku men bilan gaplashmay, meni ayblab. Kerak bo'lsa butun umr birga sinalamiz, kurashamiz degan so'zlaringni darrov unutding-ku. Haftalab uyda bo'lmay, seni tug'ishganlaring, do'stlaring, bu ayoling tug'maydi, boshqasini ol, buni nima qilasan deganida sen nima qilding? Meni yonimni oldingmi? Yo'q. Miqitmay yurding. Hatto gaplashmagansan ham. Men hammasini ichimga yutdim, chidadim. Yaxshi kunlar oldinda deb umid qildim. Sen shularni ko'rdingmi, Baxt? Ha. Oxirgi yarim yilda o'zgardim. Faqatgina seni emas, o'zimni ham o'ylay boshladim. Seni shu tarzda qo'yib yuboray dedim. Men sen bilan baxtli bo'lmoqchi edim. Sen bo'lsang yo'q. Shuning uchun ham ajrashaylik dedim. Bu yog'i do'rama bo'lib ketdi-ku. Jigar. Kelinjon qani? Mana u bilan birga ketmayman deyapti. Bu nimasi? O'zim chaqirib kelib qolay unda. Hoy. Ketmayman deyapti, tushunyapsanmi? Sinfdosh olib borib qo'yar ekan. Onnasini hamsan. Bunisi oshib tushdi endi. Yomon taskani chiqardi-ku bu. Boqva, yur hozir sirazi 20 yilligini o'tkazib chiqamiz biz ham. Normalniy последний звонок chalamiz. Yur. Qo'ysang-chi. Kerak emas. Aqling edingmi? Bu haligacha seni ayoling, Jigar. Hozir shunaqa joyda yolg'iz o'zini tashlab ketaversanmi?
ilgari tashlab ketavergan bo'lsang ham boqvoy. Aynan hozir tashlab ketmasliging kerak. Да ладно, не переживайте из-за него. Все будет хорошо. Я же рядом. Поддержу, если что. Ты особо сильно не переживай. Maks, это лишнее. Ajrashyapsan shundoq ham. И что? Чё ты ломаешься? Макс, спасибо, я лучше пойду. Потом не пожалеешь? Все-таки разведенная. А тут я. Отпусти, мне больно. А то что? Эй! Тебе же нормально сказали? Отпусти, Ego. Kelinjon, borib mashinada o'tirib turgin, bular bilan gaplashib olaylik. Yursanglarchi ketdik. Не надо. Shunchaki gaplashib olamiz. Boraver. Militsiya chaqirib qo'y. Nima bo'layotgan ekan u yoqda? Qanikay, shunga ham xavotir olasanmi? Men safarni bilaman-u. Nari borsa oddiygina gaplashib chiqadi kulturni. Onangni, Grijam borda bo'lmasan. Yo'q, yo'q, yo'q. Shake your body, baby, do that conga. No, you can't control yourself any longer. Come on, shake your body, baby, do that conga. No, you can't control Oh, yo'q. Grija figniga o'xshaydi. Ke. Yo'q, Safar. Bo'ldi, yur. Onangni. Safar. Qo'y bor. Qo'ysangchi, Safar. Bo'ldi, desangchi, Safar. Ko'p bo'ldi. Nima bo'ldi? Nima keragi bor edi shuni? Aytdim-ku kerakmas deb. Qayering og'riyapti? Yo'q. Nega bunday qildinglar? Yur, shifoxonaga boraylik. Kechir meni. Kerak paytlarim yoningda bo'la olmaganim uchun kechir meni. Alo, Kuku. Safar. Kiriflilarni yig'ish kerak bu yerda. Bo'ldi, Safar. Meni nachini aytsa. Tezroq yig' hammani. Safar. Davay. Yoningni. Yaxshigina yeding-a? Bo'ldi qil. O'tirsangchi. Bu yerda Saru degan joy bor. Talasliklar tosh olib ketishadi. O'shalarni chaqiramizmi? Qani yuzingni ko'rsat. Tort qo'linglar. Men senga nima qildim? Hey, nega Max bilan hut-hut qilasan? Katya, ты же меня позоришь, ey. Hey, meni qanday aloqam bor? Bu Qanikayni sinfdoshi bo'ladi. Ey, o'zingni sinfdoshingchi? Qo'shqordagi Qodir. Qodir, hut-hut deysan. Qodir, kel, o'tir, choy ich, Qodir. Hey, неприятно же, ey, Katya, ey. Shuncha alaming bor ekan, o'shanda aytmaysanmi? 300 yildan keyin kelib olib menga bu yerda aljiramay. Ey, o'shanda aytsam, ota-onang bilan bir bo'lib olib, menga gap ham bermasalaring, o'z territoriyalaringda. O'shancha aytmagandim. Hey, onang shuni aytmasa ham bo'lardi. Ey, nimaga kerak-a? Tamoshni deb-a? Hey, nima shopirlik kasb emasmi? Ey, sen ana bu yerdan kaltakni yeb chiqib alamingni mendan olyapsanmi? Ha? Nega onamni aralashtirasan yo onam bilan birga yashaysanmi sen? Ey, onang ham sen ham ikkingiz bir ko'rsanlar. Ikkinchi Qo'shqorga bormayman, bilib qo'y shuni. Ey, bormasang bormay qo'ya qol, xo'pmi? Nega meni qo'rqitasan, ha? Hozir bu ikkovini olib boramiz, ajrashtiramiz, keyin Bishkekka borib biz ajrashamiz, xo'pmi? Uqdingmi? Safar. Qalay? Nijdanchiga? Hali shunaqa. Nijdanchiga? Ha? Bolam, yig'lama bolam. Seni ko'rgani kelib turaman, bo'ldi bolam. Menga qara, ey. Borgan joyingga boruqdingmi? Ketsang ket. To'rt taraf senga qibla. Svoloch, skatina. Yur, ketdik. Ketaver. Bor ket. Men bilan ajrasharmish. Qo'shqor bu yoqda. Mana. Ey, otasiga ham shunaqa qiladimi? Yur.
Katya, Sen nima jinnimisan? Shu uchun ajrashadimi? Ey, Sapar. Sapar dedim. Yur, gaplashamiz. Bormayman men. Yura qol. Jigar, bo'ldi qil. Ey, yur dedim. Jin bo'la qol. Qo'y, bormayman. Ey, Jigar, qo'y Gapga dedim. tushunasanmi? Qo'y dedim. Bormasang bormay Jigar, qo'ya qo'y qol. dedim. Bormasang bormay qo'ya qol. Tushundingmi? shunga ham xafa bo'lasanmi? Yur ketdik. Ko'rmaysanmi gapini qara? Ajrashaman deyapti, eshitdingmi? Qo'ysangchi. Bolani qo'rqityapsizlar. Ey, Katya, hech bo'lmasa sen aqlliroq bo'lgin. Eshitdingiz-ku nimalar deganini? Bo'ldi-da endi, Katya. Og'irroq bo'linglar. Jinniligi tutyapti hozir. Jinniligini boshqaga qilsin, menga emas. Boqvoy, chaqirdingmi meni? Kerak. Ну хватит, просто успокойтесь, пожалуйста. Boqa, sen ham boshimga qotirmay o'zimizni tilda gapir, ma'qulmi? Ma'qul, o'zimizda tilda gapiraman. Mana hozir men chin yurakdan gapiraman, maylimi? Xafa bo'lmanglar-u, shu umrimdagi ko'rgan eng normalniy oila bo'lasizlar. Shoshmay turinglar, tushuntirib beray. Yo'q, rostda. Sizlar tinimsiz urushaverasizlar. Bittang urushib qo'ymaysan, bittang tortishib qo'ymaysan, bittang gapni ochig'i kasalsizlar. Ayniqsa sen, Sapar, xafa bo'lma. Lekin sizlar chinakam oilasizlar. Boshqalarga o'xshab idealniy oila rolini o'ynamaysizlar. Как ana есть oilasizlar. Shuning uchun ham birgasizlarda. Вообще odamlarning fikri, nima qilgani, nima deb gapirgani pofigda sizlarga boru. Hech kimning gapiga kirmay uni ustiga onasi qarshi bo'lsa ham, sizlar baribir birgasizlar-ku. Jigar, qarshi demadimmi senga? Onam qarshi emas, qo'shni. Qanaqa qarshi emas? Biz ko'rdik-ku, biz ko'rdik. Onasi qarshi, biroq o'sha o'rtangizdagi sevgini ko'rib, o'rtangizdagi munosabatni ko'rib axir ayol ko'ndida, to'g'rimi? Sizlar ko'p narsani tushunmaysizlar-da, rostdan. Lekin hayotdagi eng muhim narsani tushunib turibsizlar. Men ko'p narsani tushunsam-da, hayotdagi eng muhim narsani unutib qo'yibman. Tushunyapsanmi, Sapar? Katya, Cho'ta boshingdan qattiq tayoq yeding shekilga. boray. Yur, Albert Saparovich. Bo'ldi qilinglar, boshni qotirmay, ketdik. Bo'ldi qilinglar, ketdik. Bazarish меня кончено. O'rgildim, men ko'nchimish. Serve you right to suffer. Serve you right to your home. Serve you right to suffer. Serve you right to build. Because we're still living the day. Qo'ling yomon tirnalibdi-ku. Prost uraman deb oyog'im toyib ketdi-da. Keyinchi Attak chelistga mana bu tochkaga tegsa-chi, 850 kilogramm udarga teng bo'ladi. Omadi kelib qoldi-da. Tegmay qoldi. Tochkasi dedingmi? Qanday tochka? Mana bu yerda tochka bo'ladi-da, bir tushirsang 800 kilogrammga teng bo'ladi, sirrasi ketadi. Spat bo'ladi. Bu yerda? Ha, mana bu yerda. Bitta urganda tishiga urasan-da. Normalniy biqiniga bitta urib yiqitsang bo'ladi-da. Atak ularni urgan bo'larding-a? Prosta boqvayni bo'yi kichkina-ku, ozgina yetmay qoldi-da. Shuning uchun sen kalta yedingmi? Sal yetmay qoldi. Kelinjo, ering sal lo'qroq ekan, ancha. Nega ajrashayotganlaringni so'ramay qo'ya qolay-a? Qo'l qo'yinglar. Ana chiqishda. Boqvoy, kelinjon. To'lka ajrashdik deb aytmanglar, ha? Ajrashdik. Onangni emgur. Hey, nima keragi bor edi, boqvoy? Bu nima qilganing? Sen to'g'ri deb o'ylaysan. Normalniy keldi shu yergacha. Sen og'irroq bo'lsang bo'lmaydimi? Ayol kishisan. Voy, oxirigacha gapirishga qo'yinglar, aytib beraman. Biz bo'lib o'tgan voqeani unutamiz deb kelishdik. Всё. Biroq yana boshidan boshlaymiz deb qaror qildik. To'g'rimi?
Sen rostdan burak ekansan, boqvoy. Shularni senga nima keragi bor edi? Men doполнительный qo'shimcha olib kelishim kerak. Sen qo'shimcha rasxod qilasan, to'y qilishing kerak. Zato to'yga borasizlar, jiga. Bormayman, boqvoy. Endi-chi to'y qilsang Bishkekda qil. Ajrashaman deb qolsalaring ikkinchi qo'lga olib kelmayman, xo'pmi? Aytib qo'y. To'xtat, yetadi. Bo'ldi. Sassiqcha. Boqvoy, g'irt o'zingni ko'ping ekan. Asobini bo'yi senikida ekan. Qani ey jigarlar, bo'ldimi? Kiraveramizmi? Yur, kiringlar, kiring. Ketdik. Boqa. Bunday ashushina qalay bo'lar ekan? Baribir boqib olgan bola ming qilsa ham o'zingni bolang emas, to'g'rimi? Yo'q, o'zimni bolam. Krassavchik boqvoy. Malades, seni tenging yo'q do'stim. Tan berdim senga. Bunday qadam qo'yish uchun erkak bo'lish kerak-da. Malades. Rahmat. Yur, kiraylik. Ismini nima qo'yding? Aytgancha ismini onam qo'ydi. Qodir. Nima? Yur. Qo'y borsang-chi, og'rityapsan Bolasini qo'limni. ismini Qodir qo'yibdi. Nima? Qodir deb qo'yibdi bolasini ismini. Qo'ysang-chi. Nega kulasan? Nega? Bu degani menga tupurishda, yuzimga tupurishda, to'g'rimi? Katya dedim senga. Yosh bola bo'lmasang-chi. Katya, uspakoysa. Sen uspakoysa, ikkinchi bolamizga maqsadni otini qo'yib qo'yamiz. Adin bo'ladi.